Salam do'stlar, hammaning vaqti xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga bu galvanik spaning yana bir xil ishlatish usulini tushuntirib qo'ymoqchi. O'tganda men bir qatam so'zlab o'tgandim. Bu galvanik spa ishlatishga aplik, o'zi kichik, uyda spa qiladigan eng yaxshi mashin. Buningki 4 xil bosh bilan keldi. Bu tog'oq beshimizni ya'ni chashninki serum bilan ishlatamiz. Buni ko'zga ishlatamiz. Ko'zning atrofidagi qo'riqlarni yo'qotadiganға. Endi ma beshi bugun men ishlatadigan toksik deydiganga bu intayin yaxshi. Biz bu boshni buningga almashtiramiz oldi bilan. Odatda ayollarniki shu limfa bas etilib qolgan vaqtida asosan badanga toksik yig'ilib qolgan ahvollar bo'ldi. Toksik bo'lgandan keyin har xil kasallar samirib ketadigan ahvollar bo'ldi. Bu mashinani biz mana gel bilan ishlatamiz. Bu gelning rangi odatda mana rangda bo'ldi, mana asl rangi. Buni bevositadan surib, mana quloqning oldiga, mana orqaga, uningdagi miyadagi limfa bazga. Mashinaniki nomerini 4 ga qilamiz. 4 ga qilib, oldindan mana limfa bazni ochamiz. Agar siz shuni qiladigan bo'lsangiz, mudur bir xil narsalar urilgandek bo'lsa, bu sizniki badaningizdagi toksik. Badanda toksik moddalar jiq bo'lsa, gelning rangi o'zgarib ketadi. Bunda rangi bir xil oppoq sutdek rangi o'zgarib qoldi. Demak, badanda yo'llikchi toksik moddalar jiq degan gap. Buni aytdi pakiz. Yana qaytadan gelni surkab saqlayverdi. Endi ba'zilarninki, ba'zi qizlarning bunda cho'ng mashinasi bor. Buningki tegadigan yuz qismi cho'ngroq bo'lg'achqa, bu mashinaning qaraganda kuchliroq bo'ldi. Shuningga ma mashinada oldi bilan shu limfa bezlarini ichib qo'ygandan keyin, agar ma cho'ng mashinangiz bo'lsa, cho'ng mashinada ham bevosita qilsangiz, buningki faqat bir xil ham shuni bossangiz ham ichildi. Uningdagi qo'lingizni yo'l qilib, yana shu nim bo'yicha shunday qilsangiz bo'laveradi. Bu mashin bilan shu badanimizning har qanday yerini qilsak, shu o'riqlaydigan qo'ydisi bor, shape chiqaradiganға. Masalan, shu qo'saqlikdagi, beldagi, pochoqdagi yoki shu bilakdagi ortiq suv yig'ilib qolgan, toksinib qolgan ahvollarni chiqarsak bo'ldi. Men qaysi kuni shu timdagilar bilan qilgan shunday rohat yaxshi qoldi badanim. Shu haftada 2-3 qatam qilsangiz, bu ya og'riydigan ahvollarga intayin yaxshi. Qaraydigan bo'lsak, hozir meniki rangi o'zgarib ketdi, meniki. Rangi aslında o'zgarib ketdi mana. Hozir hammamiz uyda bo'lgandan keyin tomoqlarga bak diqqat qilib bo'lmaymiz. Asosan ro'za Ramazonda qo'saq tutilsanda mayliq tomoqlarni jiq yeb qoldigan ish bo'ldi. Shunga avtomatiklan qavziyat bo'ladigan ishlar bak og'ir hozir. Nurg'un ayollarda qavziyat bak og'ir. Agar shu mashinangiz bo'lsa, shuning bilan doim shu qo'saqlarni, bellarni shinchongda ishi yaxshi bo'lmaganlarga shu mashina bilan shu qo'saqni, kindigning atrofini nim qilsak, treatment qilsak, intayin unumli bo'ldi. Shuningga salomatlik uchun hammamiz o'zimizdan